Endi ishdan chiqib qolibdi-da. Hujjat boshqarish mumkin emas. Mumkin emas, bilaman uni. Nima boshqarish? Nima qilsa bo'ladi endi? Hujjatlar savdon qiling. Komandir dokumentim uyda qolib ketibdi. Dokumentingiz uyda qolib ketganida vaqtingizni jarima dastasiga qo'yib turamizmi? Yo'q, harakat qoidasi 7-banning. O'tak. 734-sonli qaror 135-bandiga muvofiq Qaysi 734? o'qigan bo'lishingiz kerak-ku. Yo'q, men ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks aytyapman sizga. 135-band. Bo'ldi, men uni bilaman. Siz olib kelib qo'ya olmaysiz. Men hozir pravam bilan pravam uyda. 734-sonli qaror 135-bandiga muvofiq. Olib yurishingiz kerak bo'lgan hujjatlar bormi? Men olib yurish bo'lar ekan hujjatlar uyda. Nima uchun yoningiz olib yurmayapsiz? Men sizga aytyapman, 734-sonli qarorni 135-bandiga muvofiq o'rtoq komandir. Boshqa bir minutga kelingchi. Aka hujjat uyda ekan, olib yurmasa ham bo'laverar ekan. Xabar. 734-sonli qaror. Namangandanmiz? Namanganlikmisiz yo Andijonlikmi? Namangandan. Uzoqda ham taniysiz ekanda. Qaysi uzoqda ekansiz? Unun. Ketdik Toshkentga. Ular sal uzoqroqdan. Ha, uzoqroqdan. Endi demoqchi bo'lgan, ashina o'rniga bo'lganmisiz degan maqsadda aytdim, xolos. Ular respublikaga yo'q ketgan. Respublika yo'q, shuni aytyapman men. Hujjatlar savdon